Ispaniyaning Alicante shahrida bo'lib o'tgan bayramga guvoh bo'ldik va bundan juda ham xursandmiz. Bayramning nomi Avliyo Yahyo Gulxanlari bayrami ekan. Bu yerda oilaviy bo'lib ispan xalqi mana shunaqa milliy liboslarda chiqish qilishdi. Erkaklarning kiyimi piratlarning kiyimini eslatdi menga. Ayollarniki esa eskicha sandiqdan chiqqan matolardan tikilgan chiroyli ko'ylaklarda bayramda chaqaloqlardan boshlab yoshi katta buvi va buvalargacha qatnashar ekan. Shu yerdan bilsa bo'ladi, bu xalq uchun juda ham muhim bayramligini. Bu bayram o'zida ikki xil an'anani mujassamlashtirgan ekan. Birinchisi Avliyo Yahyoning kuni, ikkinchisi esa yozgi quyosh turishi. Ya'ni yilning eng uzun kuni munosabati bilan nishonlanadigan qadimiy bayram. Bayram sharofati bilan turli xil haykallar va kompozitsiyalar o'rnatilgan. Bayram bir necha kun davom etib, uning oxirgi kuni mana shu kompozitsiyalarni yoqishar ekan. Gulxan yoqish orqali insonlar yomonlik va salbiy energiyadan poklanishni, yangi davrni ezgu niyatlar bilan boshlashni ifodalashar ekan. Orkestr musiqalarini eshitib va chiroyli liboslarda yurgan insonlarni ko'rib, ko'zlarimiz quvnab, zo'r taassurotlar olib keldik. Sizchi Ispaniyaga kelib shu bayram guvohi bo'lishni istarmidingiz?